Отопление isitish xarajatlarini 3 barobar kamaytirmoqchi bo'lsanglar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Aziz uy egalari, ko'rib turgan orqa fonidagi binoda Teplodoktor o'z ekspertlik xizmatlarini davom ettiryapti. Shunaqangi bir qiziq holat bo'ldi, ya'ni egalari o'zlari bilmagan holatda to'g'ri qaror qabul qildilar deb o'ylayman. Chunki bu binoda hali отопление injenerka sistemalari o'rnatilmagan. Juda ham to'g'ri qaror qabul qilganlar. Agar gрамотный yaxshi santexnik mutaxassis keladigan bo'lsa, bu narsani asoslab bera oladi va bu narsani men ham asoslab beraman. Ya'ni bu bino hali isitishdan oldin bu issiqlikni to'g'ri va kerakli darajada saqlashni o'ylab Teplodoktorni tanladilar. Har bitta obyektga borganimda men issiqlik yo'qotilish zonalarini aniqlab, ularga to'g'ri va kerakli izolyatsiya va uning qalinligini bo'yicha maslahat beraman. Ko'rib turganingizdek, birinchi va ikkinchi qavat tagida ochuv joyi bor. Bu joyi ham men izolyatsiya qilish kerakligi va bunda egalari qanaqa plyusga erishishlarini tushuntirib berdim. Santexnika отопление mutaxassislari cho'pi pul qotganda buni ham hisobga olib ketadi degan umiddaman. Xuddi shu binoni 3-qavatiga ko'tarildik. Ko'rib turganlaringizdek, hali отопление santexnika tizimi o'rnatilmagan. O'zimning qismimga bog'liq bo'lganligi uchun podvol 1-2 qavatlarga qaysi joyiga cho'pi puli tagiga izolyatsiya shart, qaysi joyiga shart emas, ularning qalinligi bo'yicha ma'lumot berdim. Aziz uy egalari, qurilish va izolyatsiya o'zining qonun va me'yorlariga asoslangan bo'ladi. Agar sizga ham shunaqa to'g'ri va samarali effektiv izolyatsiya xizmatlari kerak bo'lsa, Teplodoktorga murojaat qiling.